Bugun nasib aylasa yaxshi bir dasturni e'tiboringizga havola qilamiz degan va'damiz bor edi. Sekin-sekin va'da bajo keltirilyapti. Yaxshi kayfiyat hamrohida biz studiyamizga 2 nafar qadrdon akamiz taklif etganmiz mehmon sifatida ularni tanishtiramiz rasman sizlar uchun. Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tuman 2-son texnikumi katta ustasi Alijonov Ne'matjon hamda uslubchi ustamiz Karimov Kamoliddin aka bugun studiyamizda mehmon bo'lib turibdilar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Assalomu alaykum Mahalla telekanali ko'rsatuvini tomoshabinlari. Biz Toshkent viloyati Oqqo'rg'on tumanidagi 2-son texnikumidan tashrif buyurdik. Biz texnikumimiz haqida ma'lumotlar bilan sizlarni tanishtirib o'tmoqchimiz. Oqqo'rg'on tumanidagi 2-son texnikumi 350 nafar o'quvchiga hozir ta'lim hamda kasb-hunarga o'rgatadi. Kasb-hunar yo'nalishida 9 ta yo'nalishimiz bor. Bu yo'nalishlari asosiylari avtomobillar dvigatellariga xizmat ko'rsatish, avtomobillarga texnik xizmat ko'rsatish, servis xizmat ko'rsatish va hozirgi zamonaviy bo'lgan ekologiyaga toza muhitni ta'minlovchi mana elektromobillarimiz ko'payapti. Mana shu yo'nalishlar bo'yicha o'quvchilarni tayyorlaymiz. Kasb-hunar maktabimizda, texnikumimizda avtomobil yo'nalishida o'qiydigan o'quvchilarimiz uchun barcha sharoitlar yaratilgan. O'quv ustaxonamiz bor, 500 kvadrat metr atrofida, juda ham katta, 8 ta xonadan iborat. Bitta hamma jihozlarimiz bor o'quvchilar uchun amaliy mashg'ulotlarni bajarishga va mana shu umumta'lim fanlari bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlarni o'tkazamiz. 13 nafar oliy ma'lumotli ta'lim ustalarimiz bor. Hammasi tajribali, mehnat tajribasiga ega. O'quvchilarga barcha nazariy bilimlardan olgan bilimlarini amaliyotda qo'llashadi. Masalan, avtomobil turishi dvigatellar, yurish qismi, uzatmalar qutisi, barcha jihozlarni o'zlari yig'ib yana qaytadan joylariga qo'yishadi. Amaliy mashg'ulotlar bajaradi. Shu 350 ta o'quvchimizdan 15 nafari 11-sinfni bitirganlar taklif qilganmiz. Ular 11-sinf bitiruvchilari bizda 2 yil o'qib, yaxshi va a'lo baholarga bitirsa, Islom Karimov nomidagi transport universitetiga imtihonsiz 2-kursdan qabul qilinadi. 2-kursdan imtiyozli. Ajoyib. Mana hozir yana biz harakat qilyapmiz kutubxonachilik yo'nalishi, hamshiralik yo'nalishi. Mana shunda 11-sinfni bitiruvchilar mana bekor yurmasin. Qizlarimiz san'at tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha qizlarimizni qabul qilamiz, kutubxonachilik bo'yicha qabul qilamiz va bularni 11-sinf bitirganlar. Tayyorlab kasbga yo'naltiramiz. Endi yana aytadigan bo'lsak, mana hozir avtomobil yo'nalishida tashabbusli budjetda qatnashib 1,350,000,000 so'mga avtodrom yutib olganmiz. Juda talablarga mos bir shaharcha sifatida qurilgan. Shu yerda o'quvchilarimiz avtomobillarda amaliy mashg'ulotlar bajaradi. Juda ham zo'r. Kamoliddin akam kim bo'lib ishlaydilar? Kamoliddin aka marhamat. Yuqorida uslubchi deb ta'rifladik. Ya'ni men ham shu texnikumni Oqqo'rg'on tuman 2-son texnikumini uslubchisi bo'lib ishlayman. Mening asosiy vazifam o'quv jarayonini samarali tashkil etish va akam gaplarni tasdiqlagan holda kasblar texnikumimizda hozirgi paytda kasbiy ta'limga bo'layotgan talabdan kelib chiqib, zamonaviy yoshlarimizni zamonaviy kasbga tayyorlash bo'yicha juda ham ko'p ishlarni amalga oshiryapmiz. Masalan, xonalarimiz zamonaviy texnologik jihozlar bilan jihozlangan, so'nggi rusumdagi jihozlar bilan jihozlangan, kompyuter xonalarimiz so'nggi rusumdagi kompyuter tizimlari bilan ta'minlangan, ham tarmoqqa ulangan. Undan tashqari yoshlarni hozirgi paytda bo'sh vaqtlarni samarali tashkil etish bo'yicha turli xil kasb, fan va sport to'garaklariga jalb qilganmiz. Va ular o'qishdan bo'sh vaqtlarda to'garaklarda faoliyat yuritib, o'zlarini har tomonlama rivojlanish imkoniyatlariga egalar. Undan tashqari yoshlarni hozirgi paytda eng asosiy maqsadimiz bandligini ta'minlash. Shu maqsadda oliy ta'limning biznes yo'nalishi bo'yicha kuni kecha texnikumimizda yetakchi mutaxassislar bilan
mahorat darslari, undan tashqari seminar treninglar o'tkazdik va u yerda yoshlarimiz o'zlarining biznes g'oyalari, startaplari bilan qatnashib, kelajakda o'zining biznesini yo'lga qo'yishga, tadbirkorligini yo'lga qo'yishga ko'rsatmalar berildi va yoshlarimiz juda ham katta qiziqish bildirishmoqda. Asosiy maqsadimiz hozirgi paytda yoshlarni zamonaviy, malakali kadrlar qilib tayyorlab, iqtisodiyotimizda turli xil yo'nalishlarda faoliyat yuritishni ta'minlashdan iborat. Nemajon aka, ajab emaski, hozir bizni maktabni bitirayotgan yigit qizlarimiz ko'rayotgan bo'lishi mumkin-da, savol tug'ilishi mumkin. Agar men mana maktabni bitirdim, texnikumga qiziqib qoldim, nima bo'larkan, kirish imtihonlari bormi u yerda? Bizda kirish imtihonlari yo'q. Shunda qabul qilib olamiz 9-sinf bitiruvchilarini. O'sha maktabdagi shahodatnoma asosida ariza olamiz va yo'nalishlarga joylaymiz. Shahodatnomada ham 5 bo'lish kerakmi? 3 ham bo'laveradimi? Endi kasb-hunar maktabiga yo'naltirilgandan keyin biz asosiy maqsadimiz kasbga tayyorlash. Endi hozirgi davlatimizning siyosati dual ta'lim tashkil etilyapti. O'quvchi ham o'qiydi, ham ishlaydi. 3 kun o'qiydida, 3 kun davomida ishlaydi. 3 kun ishlagan ishiga ish haqi oladi. Ish haqi ham olishadi. Oylik olishadi. Mana bizning texnikumimizning 2-qavatida tekstil sexi bor. 15 ta qizimiz o'sha yerda dual ta'limda o'qishadi. O'qib ham oylik olishadi. Bu oilasiga ham yordam, ham mehnatga o'rganishadi. Keyin mana Toshkent davlat yengil sanoat, tekstil va yengil sanoat instituti bilan transport universiteti bilan bizning hamkorligimiz bor. Bular bizga borib imtihonlarimizda qatnashadi, amaliy mashg'ulotlarimizda qatnashadi, darslar o'tib beradi professor o'qituvchilari va mana shu o'quvchilar bilan savol-javob uyushtiradi. Biz bularni olib kelamiz. Transport universitetiga olib kelib, xonalar va jihozlar bilan tanishtiramiz. Katta zalga yig'ib olib, o'quvchilarga tushuntirishadi. Mana shu yo'nalishni a'lo yaxshi baholarga o'qisangiz, biz sizlarni 2-kursdan qabul qilib olamiz. Mana bu ham katta bir imkoniyat-da. Albatta. Mana shu dual ta'limimizda mana shu yo'lga qo'yapmiz hozir. Keyin bizning hududimiz 5 gektar atrofida hududimiz bor. Asalarichilikni yo'lga qo'ymoqchimiz hozir. Shunaqa takliflar bilan, maslahatlar bilan asalarichilikni yo'lga qo'ysak, bu yo'nalishda ham texnikumimizga qo'shimcha daromad kirib keladi. Endi yaxshilik qilsang oxirigacha qil deyshadi-da. Yaxshi bir baholarga bitirib, hunar egallagan bo'lsa, omadini bersin. Ko'cha to'la ish, lekin deylik, bir amallab bitirdi o'sha texnikumni. Uni taqdiri nima bo'ladi? Ish bilan ta'minlab qo'yish mumkin. Chunki yana bir shogird bo'lib tushar ustalarga. Bilasizmi? Har bir o'quvchini o'zining bir iqtidori bor-da. Iqtidorsiz o'quvchi yo'q. O'qituvchining ustozning vazifasi o'shani torta bilish, olish. O'sha kashf eta olish. Ana shkafga qiziqtira olish. Shunga yo'naltirish. Shunaqa o'quvchilarimiz hozir bitirib avtomobil yo'nalishida, servislarda ishlayapti, qishloq xo'jalik sohasida ishlayapti. Tayyor mutaxassisda endi. Mana institutlarga kirganda ham maktab o'quvchilarini 10-sinfni bitirib kelgan o'quvchilarga nisbatan yarim tayyor mutaxassis bo'lib keladi. Bu meni fikrim emas. O'sha borgan domlalar shunaqa deyishadi. Biz mana shu texnikum o'quvchilarini qabul qilsak, mazza qilib shug'ullanamiz. Chunki ular bizga yarim mutaxassis bo'lib keladi. Mana shunga ustozlar harakat qilishimiz kerak. Yana bir savol tug'ilyapti, agar ruxsat bersangiz. Transport sohasi bo'yicha ham ixtisoslashgan deb yuqorida aytib o'tdingiz va amaliyot o'tash uchun maxsus maydoncha mavjud deb aytdingiz. Aynan texnikumni bitirgandan keyin ularga qandaydir haydovchilik guvohnomasimi yoki imtihonga o'tish uchun imtiyozmi beriladimi? Ha, beriladi. Mana shu bizda amaliy test topshirish xonasi bor. 11 ta kompyuter bilan jihozlangan. Ularga o'quvchilarning familiyasi ro'yxati kiritiladi. Ular mana shu kompyuterlarda test topshirishadi. Mana shu test natijalari masalan 20 ta savoldan 2 ta savolga javob topib 18 ta bo'lsa, bular o'tadi testdan. O'tib avtodromda shug'ullanib imtihonlar topshirishadi. Markazlarga olib boramiz, imtihon topshirish markazlariga. Ular yerda ro'yxatdan o'tib imtihonlar topshiradi. Biz ularga mana shu yo'nalishda shuncha soat yo'l harakati, avtomobillar tuzilishi, testlardan dars soatlarini qo'yib beramiz. Keyin test markazlariga borib imtihon tashlab, haydovchilik guvohnomasini olishadi. Qaysi toifadagi haydovchilik guvohnomasi? B toifa, Bs toifali. Bs toifali. Demak, kimlardir million pul to'lab o'qib olayotgan guvohnomani ular 2 yillik texnikum davomida o'qish davomida qo'lga kiritishi, diplom birgalikda qo'lga kiritishi.
yana bir narsani men aytib o'tish niyatim bor edi. Hozirgi yoshlarimiz juda ham ilmga, hunar o'rganishga juda ham chanqoq. Va bu borada biz qo'limizdan kelgan juda ham ko'p ishlarni qilyapmiz. Hattoki shunday natijalarga erishdikki, chet ellik investorlarni Oqqo'rg'on tumanida, Toshkent viloyatining Chekka tumani xabaringiz bor. U yerda chet ellik investorlar asosida tashkil etilayotgan korxonalar rejalashtirilyapti. Masalan, Xitoy Xalq Respublikasining kompaniyasi tomonidan Oqqo'rg'on tumanida elektromobillarga ehtiyot qismlar ishlab chiqarish korxonasi qurilmoqda. Hozir biz ana o'sha korxona bilan shartnoma qurganmiz. Shartnoma asosida ular mana shu korxonada amaliyot o'tab, bitirgandan keyin yaxshi maoshga ishga joylashishlari ham mumkin. Bu yoshlarimiz uchun yaratilayotgan imkoniyat. Undan tashqari qiz bolalarimiz uchun tikuvchilik yo'nalishi bor. Tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha Turkiyaning yengil sanoat korxonasi bilan shartnomamiz bor. U ham Oqqo'rg'on tumanida tashkilot o'sha korxonani ishga tushirmoqda va mana shu o'quv yilidan boshlab qizlarimiz to'g'ridan-to'g'ri chet el korxonalar bilan hamkorlikda shartnoma asosida amaliyot o'tashadi va ishga joylashish imkoniyatlariga ega bo'lishadi. Har bir o'quvchini ochilmagan qirrasini ochib berish, kashf qilishda ustozlarning o'rni katta-da. Malakali ustozlar haqida gaplashaylik. Yana qanday ustozlarimiz bor, ularning kadrlari bo'yicha yo'nalishlar. Masalan, men o'sha nimada ta'lim muassasasida uslubchi bo'lib ishlaydigan bo'lsam, juda ham tajribali ustozlarimiz bor. U yerda hali aytib o'tdingiz, haligi texnikum desa qandaydir baholari past deb tushunish mumkin-da, lekin ular hammasi iqtidorli va u yerdagi o'qituvchilar, ta'lim ustalari, pedagogik muhandislar hammasi o'quvchilar bilan alohida ishlab, ularni kasbga bo'lgan qiziqishlarini oshirishadi va ularni kelajakda shu iqtisodiyotimiz uchun xizmat qiladigan yetuk mutaxassis qilishga harakat qilamiz. Va mana shu texnikumda tahsil olib, hunar o'rganib, o'z biznesini yo'lga qo'ygan o'quvchilar ham bor. Albatta, biz ular bilan juda ham faxrlanamiz. Mana men hali aytib o'tib ketdim. Mahorat darslari, mening biznes g'oyam, kelajakdagi biznesim mavzusida o'sha mahorat darslari, seminar, treninglar o'tkazdik. Yaqindagina bo'lib o'tdi. Juda ham ko'p yoshlarimiz bunga qiziqish bildirishdi. Biz xursandmiz ularni shu harakatlaridan, ularni qo'llab-quvvatlashidan. Ayrim o'quvchilarimiz hattoki kreditlar olib biznesimni yo'lga qo'yaman degan o'quvchilar xohishini ham bildirishdi va hozir faoliyat yuritayotgan juda ham ko'p o'quvchilarimiz ham bor. Biz ularni ko'rib juda ham faxrlanamiz. Demak, mehnatimiz behuda ketmaganidan, ular ham bizni ko'rganda, demak, shu texnikumda bitirib kasb-hunarli bo'lgandan bizga minnatdorchilik bildirishadi. Biz bilamizki, sog'lom raqobat har doim foyda keltirganda. Albatta. Siz sanab o'tgan ana shu yo'nalishlar bo'yicha tahsil olayotgan o'quvchilar o'rtasida qandaydir sog'lom raqobat bormi? Qandaydir tadbirlar, tanlovlar? Albatta. Albatta, juda tez o'tkazib turamiz bu tadbirlarni. Tikuvchilik yo'nalishi bo'yicha o'tkazamiz. Qo'shni birinchi sonli, Oqqo'rg'on birinchi sonli texnikumda taklif qilamiz. Avtomobil yo'nalishlari bo'yicha qo'shni texnikumlar taklif qilib, o'zaro musobaqalar o'tkazamiz. O'quvchilarni rag'batlantirib, ruhlarini ko'tarib. Salomat bo'ling. Avvalosi kelganingiz uchun, maroqli suhbat uchun minnatdorlik bildiramiz. Ana shu maskandagi yangiliklardan Xudo xolasa bizni boxabar qilib turasiz. Yana bir taklif etgan paytda yangiliklar bilan kelasiz degan umiddamiz. Minnatdorlik bildiramiz. Suhbat yakunida esa sizni tomosha qilayotgan hamkasblar, do'stlar va o'quvchilarga aytar so'zingiz bo'lsa, marhamat, efir muntazir. Respublikamizning barcha oliy ta'lim, o'rta maxsus, umum ta'lim maktablarining barcha ustozlariga tinchlik, omonlik, xotirjamlik tilaymiz. Mashaqqatli, sharafli ishlarda omadlar tilaymiz. O'quvchilarimiz a'lo baholarga o'qib, oliy ta'limlarga, yaxshi kasb-hunarlarni egallashiga biz doimo tilakdoshmiz. Sizlarga ham taklif uchun katta rahmat. Charchamanglar, ishlaringizga omad tilaymiz.